Assalomu alaykum qadrdon YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun 17-dekabr 2025-yil navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Laboni mana ko'rib turibsizlar, chok-poklari yo'q. Xudo xolasa hamma joyi shumkalar qilindi. Konteyner pollar qo'yildi mana, ko'rib turibsizlar. Ichlari polni ideal holatda bo'lgan. Chotki petno-metnolari yo'q. Ichlariga pokelar tiqilgan. Bu joylar 1,5 sm ichkariga qaytgan. Xo'p, chotki holatda bu. Mana labomiz egalari o'zi kelib tushyapti. Akaxon, qani ishlarimizga baho berib qo'yingchi. Ishlar chotki, xolasa sifatli ish kerak bo'lsa kelaverasizlar chetga. Ana akamiz Gap yo'q. ataylar Qo'qondan keldi bu akamiz. Xudo xolasa mana endi yaqinda nomer qo'yishadi ekan. Chotki holatda bo'ldi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Bordon qishlog'i svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida o'rnatib, qotirib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa, kommentariy yozib qo'yaverasizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlar, yaqinlarga yuborib qo'ying. Kamchiliklar yozib obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.